Assalomu alaykum Fayzullo Optim kanalining qadrli obunachilari. Obunachilar xudo xolasa qo'ydi yiraklaridan, suyagi baquvvatlaridan, xudo xolasa Qirg'izistonda qo'zisini, zorini olaman, nasldorini olaman deb yurgan obunachilar bo'lsa, xudo xolasa bugun videoni yaxshilab boshidan oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa o'zi qo'chqorlarni yaxshilaridan yangi kanal Fayzullo Optim kanaliga chiqib boradi qadrli obunachi. Bu kanalga faqat narxi yengil, qo'zini zo'ridan, yiragidan chiqadi. Narxi yengilidan chiqadi obunachilar. Xudo xolasa kuzatib, bittadan like bosib, obuna tugmachani bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, unda biz videolarimizni boshladik obunachilar. 2026-yil 19-iyul hafta kunimizga xudo xolasa yakshanba dam olish kunlari xudo xolasa videolarimizni ustida ishlab bormoqdamiz. Qadrli obunachilar, xudo xolasa qo'zi-qo'chqonlar yirgiklaridan, Optim joylaridan xudo xolasa Odilbek do'stimizga yetib keldi obunachilar. Xudo xolasa barcha ma'lumotlarni Odilbekning o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz obunachilar. Assalomu alaykum. Odilbek, mazangiz yaxshimi? Xolasa aka, yaxshi yetib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Obunachilar, videoni boshidan aytib qo'ying-da. Bu kanal yangi. Fayzullo Optim kanali. Faqat obunachilar uchun ishlaymiz Fayzullo. Videoni boshidan aytib qo'ying. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursin. 2 million 800 mingdan ham qo'yib beraman. 2 million 800 ming so'mdan. 800 million 3 oylik 4 oylik qo'zini ham qo'yib. Endi qo'zimi? 3 oylik 4 oylik deyapman. 3 oylik 4 oylik qo'zi bo'ladi. 3 oylik 4 oylik qo'zini 2 million 800 ming. 2 million. Faqat kanalni rivoji uchun like bosib, obuna bo'lib, bu kanalda faqat mana sotilib olingan qo'y barakasi, bu boqish sirlari hammasini yoritib beramiz. Xudo xolasa like bosib tursa bo'ldi. Kanalni rivoji uchun. Katta obunachilar. Odilbek, xudo xolasa birinchi partiyalamizning soni nechta? 23 bosh. 23 ta. Odilbek, videoni boshida aytib qo'ying-da. Xudo xolasa qo'ylarni ko'rib, obunachilar kommentariyaga mashalloh deb yozib ketinglar. Xohlasin zot yo'nalishga xohlasin. Jonivorlarni qaranglar. Suyagi juda yiriklaridan, baquvvatlaridan chiqib kelyapti obunachilar. Mana buni qaranglar, ko'rib maza qilinglar. Voy, qo'y olmaydi-ku odamda ham bu qo'ylarni ko'rib og'iz kelib ketadi obunachilar. Voy jonivor, mana buni qarang. Voy, bu baliq misoli obunachilar, mana qo'zini qaranglar. Olsin maza qilsin. Odilbek, bu yerda soni 23 ta dedingiz. Yosh oyliklari qanday? Yosh oyligi 8 oylik qo'zi. Yaxshilab e'tibor bering obunachilar. 8 oylik qo'zi. Dekabrski qo'zi. Dekabrski qo'zi shunday bo'lyaptimi Odilbek? Shunday bo'lyapti. O, mashalloh. Obunachilar, yemini berishsin. o'ta suyagi baquvvatdan kastalar, oyoqlarini qaranglar. Hamma yo'g'a e'tibor bering. Boshlarni qaranglar. Ko'ti osilgan. Mana oyoq stoykalari. Hamma tarafi o'ta kelishgan qo'zi-qo'chqonlar ekan obunachilar. Xudo xolasa videoni kuzatib turinglar. Sog'liqlar yarichkada xudo xolasa o'ta ko'p obunachilar. Qo'yimizni soni ko'pligi uchun partiyasidan chiqarib beraveramiz. Telefon qilgan odamda Odilbek 100%, 300% ishini bitirib beradi. Telefon qilib Odilbek, "Alo" desa ishlari bitadi. Ishlar bitadi. Bitadi ishlari. Xudo xolasa Odilbek bo'ladi. Yoshlar 8 oyga turadi. Hammasi qo'chqormi? 2 dona urg'ochisi bor. 2 dona urg'ochisidan ham bor obunachilar, Urg'ochisi kam. O'ta haligi muammo bo'lib turgan joyda mana urg'ochilardan o'ta zerab ekan. Hali videoni oxirigacha ko'rsin, urg'ochini borib. Mana lo'z, erkak kishi lo'zida. Aha. 1 million arzoniga chiqarib beraman. 1 million arzoniga chiqarib. 1 milliondan arzoniga. Urg'och qarang. Qo'zi 2-4 chudoqi so'lug'ladi 1 million arzoniga qo'yib beraman. 1 million. Mana lo'z. Obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar, like ta bosib qo'yinglar bu kanalga lekin. Ayniqsa arzon birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi obunachilar. So'lug' qanaqa ekan degan obunachilar uchun. Mana shumi sovlig'i? Mana shu yana bitta mashina. Voy jonivor, obunachilar 10 oylik qo'zi qo'shishaydi. Ya'ni Qirg'iziston Bishkekdagi obunachilar suyagi juda baquvvat bo'ladi. Oyoq qo'li yo'g'on bo'ladi. Boqqaningiz sari xudo xolasa yirik variantga qo'y bo'ladi, gigant qo'y bo'ladi. 100 kilo, 200 kilo. Ketaveradi obunachilar. Odilbek, obunachilar ko'p kutirmaylik. Keng, narxini ayting. Eng qiziqarlisi narxda. Rahmat aytayotgan edim, hammasi narxida. Duo qilib, like bosib turishadi. Qo'ydi narxi bu joyda 5 million arzu oldimsa 48. Buni qo'yga 4,5 dan berishadi. Yo'q, obunachilar qarab turing. Bitta so'rayman-da men ham. 4,5 milliondan qo'y arzon endi Odilbek. Aytayapman. 48 dan arzon bozorda. 48 bozor narxi. Siz 4,5 million deyapsiz. 4,5 million so'mdan olishsin. Bo'ldi. Bizni obunachilar birinchi marta video qo'yib turibman-da bu YouTube kanalimga. 300 mingdan yana o'tib bering. 300 mingdan o'tib bersan, darim bo'lyapti buni qo'y. Yo, tushunib turibman, 4,5 milliondan arzon qo'zi.
4 milyon 200 mingdan bir joyga bering, hanib turing Odilbek. Yo'q, qarang, ko'p 100 so'm ham qo'shish yo'q, 100 so'm o'tib ham berishadi. Telefon qilishadi Odilbek 23 ta qo'zg'on jo'nat deyshadi bo'ldi. bir joyga olsin. Yep, babaraka obunachilar. Mana obunachilar. 4 milyon 200 ming so'mdan soni 23 ta obunachilar sizlar uchun obunachilar. Faqat shoshiling, telefon qilib barakasini olinglar, bo'ldi. Bitta ikkita tanlab olaman deysa kelishamiz. Kelishamiz. 5 ta ustiga 500 ming, 400 ming mindirib olmayman. 5 ta tanlab olishigachi? Ha? 5 ta tanlab olsa. 5 ta tanlab olsan 43 ta men. 43 ta. 43 ta tanlab ol. Gap yo'q Odilbek. Otangizga rahmat Odilbek. Mana xudo xolasa Odilbek bu birinchi partiyalarimiz a. Birinchi partiya. Unda ketdik ikkinchi partiyalarimizga. Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga urg'achini zo'rlaridan. Odilbek bu yerda soni nechta? 22 boy qirg'iz zo'rini to'lig'ini olib, bolasini 5-6 yil maza qilib olaman degan obunachilar. Va gap yo'q Odilbek. Odilbek bu yerda soni nechta dedingiz? 22 tami? 22 ta. Yoshlari qanday bo'ladi? Qarang, qo'zi ektish 4 ish. Qo'zi ektish 4 ish. Rosa kuchida. Qo'ylar o'ta topidagi obunachilar olasidan ham bor, sarig'idan bor. Bitta tishini ko'rsat. So'z isboti bilan Voy mashalloh, obunachilar bitta tishini tashlayapti. Janivorlar qarang, obunachi suyagi o'ta yirigidan. Olgandan keyin xudo xolasa ular bittadan bola tutsa ham obunachilar arzlamagan qo'zi ham 3 million so'm bo'lyapti. Bittadan bola tug'ib bersa o'zi obunachilar bola tug'ib bersa 8 million, 10 millionga aylanadigan varianti. Voy janivorlar, mo'lar qaranglar. Hamma baquvvat Voy bo'ladi. janivorlar, uzunliqlari. Hamma gap isboti bilan Mana mana. ikki tish. Hali rosa kuchida janivorlar. Odilbek, bularni nima deymiz? Bo'g'ozmi, qisirmi? Qarang, ichida qo'chqar yurgan. Hop, ichida qo'chqar yurgan. Hop. Lekin qisirdi narxida bo'ladi, qisirdi sotaman men. Qisirdi va Borsa agar teri ostiga garantiyasi yo'q. Ostiga garantiya yo'q. Agar suv bersa baxtlilar. Obunachilar har ehtimolga qarshi mana. Mana qaranglar obunachilar. O, yelin tashlab yelin tashlab qo'ygan. Mana obunachilar. Ko'ryapsizlar. Yelin tashagan qo'ylar. Endi teri ostiga garantiyasi yo'q deyapti obunachilar. Har xil qarshi olib borib bitta qo'chqar yaxsini Bitta qo'chqar yaxsini qo'shasizlar. Hay, qo'shovdigan vaqt hali bor. Avgust, sentyabr oylarida qo'chqar qo'shilyapti obunachilar. Qo'chqarni qo'shib qo'ysalar, xudo xolasa. Gadan zo'r qo'ysinlar. Olgandan keyin qo'chqar qochmay qoldi deydigan narsasi yo'q. Hozir qo'shsalar obunachilar misol uchun qochadi, bu yirik varianti. Odilbek, obunachilar ko'p kuttirmaylik, narxini nech puldan deymiz? Narxi Vallah qo'yapti-da, ochig'i misol hammani ko'zi ochiq, internetga boshqa yerga bozorda hamma yerda narxi bor qo'ydi. 6,5 million, 7 million sotilayotgan qo'y. Siz qarang, bitta ayting, men so'rag'ani hijolat qilib qo'yayin Odilbek. Bo'ldi, qarang, 6 milliondan hammasini bir joyga oldim. 6 million so'mdan. 6 million so'mdan. Bir joyga. Bir joyga. Qarab turing endi. Videoni boshida katta gapirdingiz Odilbek. 1 milliondan arzoniga bo'lsa, qo'y chiqarib beraman dedingiz. 1 milliondan? 1 milliondan dedingiz. 6 milliondan arzimaydimi qo'y? 6 milliondan ko'taradi. Prosta lavz qildingiz. Endi men lavzingizga javob bering. 1 milliondan arziga. Men 100 ming, 200 ming so'rayman. 1 milliondan so'rayman. 5 milliondan 20 tasi telefon qilib turib Odilbek jo'nat deyshadi bo'ldi. 1 milliondan qarang. 500 mingdan bo'lsa 11 million ziyoniga bo'ladi, 11 million. 1 milliondan bo'lsa 22 million. 22 million kamiga olishsin, bittadan obunamni, like bor, kommentariyaga otingga rahmat. Yo'q. Babaraka. 1 milliondan kamiga. Obunachilar mana mart yurdi Odilbek. Lavziga mana javob bergan joyti ham bo'ldi obunachilar. 1 milliondan arzoniga qo'yaman dedilar. 6 milliondan narx aytdilar. 1 milliondan o'tib beringsa, bir o'zda o'tib berdilar Odilbek. Dehqonam maza qilsin-da. Qarang, 6 million, 6,5 million realni sotilyapti. Sotilyapti. 5 million so'mdan. 5 million so'mdan. Odilbek tanlab olishigachi? Tanlab olishga qarang, 5,5 deydi-da, ko'pchi. 500 ming qo'yib oladi. 200 mingdan qo'ysalar. 200 mingni yoqqani. 200 ming so'mdan yoqqanini olsin. Bo'ldi, mashalloh. Obunachilar, kommentariyaga Odilbek otangga rahmat degan. Rahmat so'rab olinmaydi obunachilar. Qo'y yoqqan bo'lsa, narx yoqqan bo'lsa, shuncha mehnat qilyapti, bittadan like tirsillatib qo'yinglar. Qani ketdik.